Dadaxon mana shu malaklar qilgan, uyga mana keldim-da hozir obyektga. Uchastka mana katta kafil qo'yibdi, hamma ko'rsan, mana kafillarni. Mana atish navbati. Mana mashinadan 4 ta qo'yamiz domga ham. Mana sanda ham mana qilyapti mana. Sensorli mana yonadigan. Yoqib o'chirgan. Hamton zo'rmi? Sarafan bordi o'tda. Ko'rdingmi, o'chdi, yonda o'chdi. Sarafan o'tmayapti mana. Aboylarni ko'rdingmi? Mana shunaqa aboylar qilish kerak mana. Mana ma'mi ham laminat mana ko'rdingmi? Kafilga o'xshab turibdi. Mana shunaqa qo'yganmiz sanagini ham. Mana garderoblari. Mana shunaqa qo'yganmiz laminatni. Hammasi ham katta qilgan mana ko'rdingmi? Kafillar mana sanda ham mana dush kabina bo'ladi. Xudo xolasa mana patagollar. Mana shu mashinalardan qilamiz mana. Spanlilari, detskilar bular. Detski. Mana da mana shunaqa aboylar, mana haytega aboylar bular. Ammo bundoq ko'rtirgan aboyga sen sezoning bo'lib qoladi, kelolmay qolasan. Shunga mana shunaqa qilamiz. Mana bunaqa bachokli lampochkalardan qo'yamiz, ko'rdingmi? O'zi qimmatroq bo'lsa ham mana shunaqalardan qo'yasan-da o'zi. Anaqa qo'ymaysan. Nima tufta galagerlardan. Buni bitta donasi $12 turadi, bitta dona galager. Ko'rdingmi? Mana shunaqa aboylardan qilsang. Shunaqa gaplar. Mana yana bitta. Mana aboylarni ko'rdingmi? Mana aboylar. Ma'mag'ini edi, hozirgi xittiga aboyladi bular, ko'rdingmi? Lekin qimmat emas. Mana bunaqalar qilib beraman. Spalning tepasiga xudo xolasa. Mana buni ko'rdingmi? Mana kafillarni ko'r mana. Mana kafillar aytdimsan $22 Xitoyga. Orasiga anaqa sariqlardan qo'yib qilib beraman. Bu sariqlar qimmat emas ana. O'chadi, yonadi, ko'rdingmi? Mana shunaqa sanda ham bo'ladi, o'chib yonadigan. Mana bunaqa. Mana shunaqa narsalar. Mana eshiklarni ham, eshiklar mana shunaqa moda bo'lib ketdi. Mokri rang kuchli edi bizda hozir. Patagollar. Mana galagerlar ham yaxshi ekan, yog'i shunaqa zo'rmi yoki bo'ladimi anaqaga? Kalidorga, domga qo'yib olsa. Ha? Ko'proq qilib, kattaroq vatligini qo'yish kerak ekanda. Mana zinlarni ko'rding? Mana shu ayg'irligi ham mana kelasiz. Remontda hozir chala joylar bordi mana. Qarang, ana qatachentiga sariq qo'yib olishdi, anaqani patsetgan. Lekin sariq ham yaxshi, o'ziga oq bo'lib ketgani hamma joyda. Mana ko'rdingmi? Mana bu birinchi etaj. Futzal, ustaligini turibdi. Futzal mana. Ha, sayri to'q ko'rasan. Chigarin to'g'agan. Nas mebellar chigarin sifatida. Os. Bu televizor qo'yadigan joyimiz mana lyustra. Ko'rdingmi? Mana patologlar ham yaxshi-da, anaqa kuxnalarga. Bu gipsokarton o'zidan chiqqan sinov ikkitasini o'rib olgan. Mana shuni. Shuni bir o'sa qildim, men buni shpaklovkada o'tkazdim-ku. Mana shunaqalar mana. Bu o'tiradigan joy mana kafillarni ko'rdingmi? Bunaqa narsalar qilsa ham bo'ladi mana. Kafillardan bular mebelda, endi bular mebelda qilingan. Mana qilib spalnilarning tepasiga. So bo'ladi hammasi. Hamma oshxona mana ko'rding? Oshxona mana. Begdor ishlarni qo'llayapsanmi? Ha, assalomu alaykum, aka xos. Luxury stil. Luxury.